Qur'oni Karimda bir sura bo'lib, kim mana shu surani boshidan oxirigacha bir marotaba o'qib chiqsa, 1000 oyat o'qiganlik savobini oladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalariga sizlardan qaysi biringiz bir kunda 1000 oyat o'qiy olasiz deganda, sahobalar aytdilarki, ya Rasululloh, bizdan kim ham bunga qodir bo'lardi dedilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam alhaakumut takassur, ya'ni takassur surasini aytdilar. Ya'ni kimda kim Takassur surasini boshidan oxirigacha bir marotaba o'qib chiqsa, 1000 oyat o'qiganlik savobini, ajrini oladi. Azizlar, 30 sekund ketar. Mayli borani sekin o'qiganingizda 1 daqiqa ketar. Lekin 1000 oyata, 1000 oyat o'qiganlik ajr savobi. Shunday ekan, Takassur surasini ham zamsura qilish, namozdan tashqari holatda o'qib yurishni o'zimizga odat qilsak, inshaalloh 1000 oyat o'qiganlik ajr savobini